uchun mo'ljallangan. 500 gram yumshoq, yog'siz, pardalarsiz mol go'shtini olib, to'rtburchak qilib to'g'raymiz. Ketidan 2 ta piyozni maydaroq qilib to'g'raymiz. Chesnokni ham kichikroq qilib to'g'rab olamiz. Navbat ko'katimizga. Ko'kat albatta petrushka bo'lishi kerak, chunki meni nazarimda boshqa ko'katlar bu taomimizga uncha mos kelmaydi. Aynan petrushka juda ham boshqacha ta'm beradi. Uni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Endi esa qizib turgan qozonga yog'ni quyamiz. Zaytun yog'i bo'lmasa, oddiy yog'dan ham foydalanishingiz mumkin. Men yog'ni uncha qizitmayman. Yog' qizisa, ovqatdan qizigan yog'ni ta'mi kelib qoladi. O'zbekistonda ishlatadigan paxta yog'i bo'lsa, uni albatta qizitish kerak bo'ladi. To'g'ralgan go'shtni solamiz, aralashtiramiz. To ko'piklari chiqib ketguncha aralashtirib qovuramiz. Olovimiz esa o'rta darajada